Hammaga salom. Yana sizlar bilan men. Genshin Impact o'yinini boshladik, xudo xohlasa. Bu videoda Duringga bag'ishladik va bu videoda qisqacha Duringga guide kirish ham uzoq bo'lib ketdi, uzr so'rayman. Va bu guide'ni biz boshladik. Duringga bag'ishlangan. Bu videoda qisqacha uning qurollari, artefakt va jamoalar haqida gaplashamiz. Qisqa video bo'lmasa-da, lekin to'liq uning mexanikalari haqida gapirishga harakat qilaman. Oldindan uzr so'rayman. Ko'p joylarni ruscha aytib ketaman. Lekin mexanika va boshqa narsalarni o'zbekcha tushuntirishga harakat qilaman. Hozir bir chekkaroqqa teleport bo'ldim va biz guide'ni boshladik. Boshlashim 2 minut o'tib ketdi. Turganingizda bu mening Duringim. Hozirgi vaqtda to'liq bo'lmasa-da, uni level'i 90 bo'lib turibdi deyarli. Va ko'rishingiz mumkinki, men xarakteristika Duringning xarakteristikalarini ko'rsataman hozir. Bu yerda ko'rishingiz mumkin 70 ga 220 crit chance, lekin masterstvosi kam. Bu yerda men uni artefakti emblema yig'ganman. Emblema to'liq realizatsiya bo'lmasa-da, lekin maksimal uni talantni ochib beradi Duringni. Mexanika bo'yicha unga 120 dan oshiq 25% dan oshiq bo'lishi kerak uning восстановленияsi, energiyani tiklanishi. Lekin meni minimal holat, shuning uchun ultimate uni kam. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda odamlar seremoniya древних знати va emblema ko'p yig'ishadi. Lekin agar sizda ular bo'lmasa, boshqa setlardan yig'sangiz ham bo'ladi. Masalan, 2 ga 2 va boshqa setlardan. Kuchga yoki 2 ta kuchga yoki 15 ta pira uronga qo'ysangiz bo'ladi. Agar endi boshlayotgan bo'lsangiz, bu yerda eng yaxshi setlardan biri sizlar uchun instruktor va izgrannik bo'lib, mana hozir ko'rsatib o'tyapman. Sizlarga maslahat berib qolardim. Gladiator va boshqa kuchga bo'lganlar qo'yishingiz mumkin, agar boshqa to'liq set bo'lmasa. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin 4 yulduzli variantlarni ham. Agar siz hali yangi o'yinchilardan bo'lsangiz, During sizda eng yaxshi personajlardan biri bo'lsa, mana bu set unga to'liq to'g'ri keladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, ko'p setlar bor. Qurollari, uning qurollaridan
menda signasi bor, hali kuchaytirmagan bo'lsa-da. Mana sizlar ko'rsatib o'tayotgan qurollarim Tenvalny va boshqa qurollar ko'rib chiqamiz. Ko'rsatib o'tgan qurollarim hammasi to'liq bo'lmasa-da, eng yaxshi qurollardan biri unga Favoniya va Tenvalny. Ko'rib turgan qurolingiz bu Al-Haytam signasi bo'lib, u menga tasodifan tushib qolgan. Seremoniya древний знать, agar siz elementalniy navikni 2 marta qilib urishga yordam beradi va sizga ko'p восстанова beradi. Energiyani tiklash beradi. Qo'ldagi bu 3 yulduzli eng yaxshi variantlardan biri. 3 yulduzli eng yaxshi variantlardan biri qurol. Bu qurol. Ko'rib turibsizki, va bu yana bir variant 3 yulduzli variantlardan biri. Eng yaxshi, agar u asosiy damagir bo'lmasa siz akkauntingizda, bu qurol yordam beradi. Drakonya Rig. Yulduzlarga to'xtalib o'tmadim to'liq. Ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu yerda uning yulduzlar ko'p buff beradi, lekin men to'xtalib o'tmadim. Qo'ldan zarbalar ko'rib chiqamiz. Qo'ldan zarbalar bizga deyarli keragi yo'q. Agar u Durin sizda asosiy DPS bo'lmasa va qo'ldan ko'proq urmasa. Qo'ldan uradigan Durin kerak bo'lsa sizga, eng yaxshi maslahat Bayonetda 6-yulduzi bilan. U qo'liga infuziya beradi, pira infuziya yoki olovli zarba qilib beradi uni. Qo'ldan uradigan. Siz ko'rib chiqishingiz mumkin bu yerda protsent va men buni talantiga ko'p e'tibor bermay tashlab ketganman, chunki Durin menda asosiy karmandan uradi. Zarba bersa beradi. Uning qobiliyati ko'rib chiqishingiz mumkin. Uni ikkita stoykaga ajratib turadi, yaxshi va yomon stoykaga ajratib turadi. Va ko'rib turishingiz mumkin, bu yerda xarakteristikalariga ta'sir qiladigan biri, men ko'p восстановление energiya yig'maganman. Chunki bu yerda qo'shib beradi o'zi. Energiya beradi o'zi дополнительный. Bu energiya obyomi talant oshirgani sari oshib boradi. Uning ultimate yoki ultra qobiliyati. Bu birinchi aytilganda ikkitaga bo'linib, bu ham yaxshi va yomon stoykadagi ataka. Yaxshi stoykasida u yuqorida aytib o'tganimdek, unda ikkita stoyka bor, yaxshi va yomon. Yaxshi stoykasining radius atakasi katta va u 20% ga elementlar qarshiligini tushiradi. Va unda yagona kamchilik, u bir nechta elementlar reaksiya kirishi mumkin. Va unda yovuz stoykasida u par va tayniyani reaksiyalar oshiradi 40% ga. U bitta dushmanga qarshi doimiy zarba berib turadi, ma'lum bir vaqt oralig'ida. Talantlar kuchaytirishga kelsak, maslahatim, agar siz Duriningiz karmandan uradigan bo'lsa, 1, 8 va 10 qilishni maslahat beraman. Ko'rib turganingizdek, o'yinni o'zi ham rekomendatsiya beradi. Sizga ultimate kuchaytirib va qo'lni eng oxiri qo'yib qo'ygan. U sizning xohishingiz bo'yicha qo'l kuchaytiriladi. O'rtada qobiliyatni ham kuchaytirish maslahat berib qo'yaman. U yerda siz energiyani kamroq talab qilishga yordam beradi. Keyin ultimate'ga qaytsak, ultimate'da ikkita stoykaga alohida u yerda xarakteristika qo'yilgan, ko'rsatib o'tganman, hozirgi holatda ko'rsatib o'tyapman. Endi jamoalarga o'tsak. Yuqorida aytish esimdan chiqib ketibdi, uzr. Va unda Durinni ведьмовство degan holati ham bor. Unga to'liq keyinroq to'xtalamiz. Bir boshqa video chiqaraman alohida ведьмовство haqida. Va bu yerda ko'rib turishingiz mumkinki, otryadimizda Arlekina, oddiy перегрузка Arlekina bilan. Bu yerda Durin o'rnida ko'pincha Bayonet turardi, lekin hozirgi yangi obnovamizdan chiqqan qo'shilgan yangi funksiya bu ведьмовство. O'shaning yordamida bo'lishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, Durin bu yerda karmandan damagir va status berib turadi. Men bu otryadni ko'rishingiz mumkin. Bir ermakka bir ko'rgandim, qanday o'ynayotgan deb. Maslahat bermayman. Skirkda ayniqsa skirk tayini orqali realizatsiya bo'lmaydi. Bu otryad ko'rishingiz mumkin. Bu tsveteniya gullash orqali o'ynaladi. Bu yerda Durin MS ga yig'iladi. Kuchga emas, kritga emas, faqat MS, мастерство стихи kerak unga. Va мастерство стихи bu reaksiyani qanchalik kuchliroq bo'ladi, biron bir reaksiya.
protsentda ko'rsatib qo'yilgan mana. Menda afsuski 0, lekin iloji bo'lsa masтерство хотя бы 100 kerak kamida. Men aslında statiga e'tibor berganman, crit bilan crit shansga. Bu yerda ko'rishingiz mumkin Durinim, Signa va to'liq full set emblema. Bu yerda agar sizda Vastanova kamroq bo'lsa, Vastanovaga e'tibor berishni ko'rib chiqishingiz mumkin Vastanova variantini. Lekin asosan kuchga qo'ying uni. Odamlar ham ko'ryapsiz, 80% odam deyarli hammasi kuchga qo'yib chiqqan. Va bu yerda kubokda piraga masalan agar bo'lmasa, kuchga qo'ysangiz ham bo'ladi. Yaxshiroq kuchga, agar stati yaxshi bo'lsa-chi ham. Agar sizda bo'lmasa, mana eng yaxshi setlar ko'rib chiqishingiz mumkin kuch uchun. Chempira. Mana boshqa videoda alohida Durin va solishtirib ko'raman. Pira kubok bilan kuchga kubokni solishtirib ko'raman. Vastanova qaytsak, Vastanova masalasi 125 mingda ko'rib turganingizdek va bu hisob kam, haddan ziyod uning Vastanovasi talab qilsa-da, kerak emas unaqa ko'p. Atletlar kelsak, eng yaxshi variant ikkita holatdan biri Durin bu yerda asosiy damager. Bu video qisqacha bo'lib qoldi. Atletlar jamoasi haqida uzr so'rayman. Bu yerda hozir Durinni men iloji boricha maksimal kuchini ko'rsatishga harakat qildim. To'liq uron ko'rsatilmagan bo'lsa-da, Durin bundan ko'proq urishga qobil agar to'liq bir o'zi bo'lsa. Ko'rib Furina va Seloningni sizlarda boshqa atlet bo'lsa-da, uni realizatsiyasi katta. Bu yerda u Durinim menda temная stoyka va u ko'rib turibsiz yovuz stoykasida qanday uron. Endigi holatda qayta ko'rib chiqamiz. Durin endi bu yerda yaxshi stoyka va u karmanni damager. Nyovelit uchun ikkita stoykada ko'rsatishga harakat qilaman. Nyovelit uchun u karmandan zarba beruvchi personaj bo'lib, hozirgi holatda u boshladik. Ko'rib bu yovuz stoyka. Mana Furina maksimal vaqtini olib oldik. Ko'rib turganingiz 48 va 50 holatda uradi. Men eng ko'rgan maksimal zarbam bu 74 ming zarba bergan Durin karmandan. Bitta ko'rayotganingiz bu temная stoyka edi. U 40% ga par va tayin ham kuchaytirilgan bu yerda. Endigi holatda Durin yaxshi stoykasida ko'rib chiqamiz Durinni. Bu stoykasida endi u Durin 20% elementlarga pasaytiradi. Qarshilikda. Bapti Sheloningga berdim. Nyoveletga berdim, uzr so'rayman. Bu endi yaxshi stoykasi bu. Ko'rib turganingizda yaxshi stoykasi bu 20-25 ga uradi. Men eng ko'p ko'rganim bu 30 ga bo'lib 30 ming maksimal zarbani ko'rgan. Nadamman. Sizlardan uzr so'rayman, video kачество va озвучкасы sal yomon bo'lsa-da, men maksimal harakat qilaman buni yaxshilashga va Durin haqida videoni tugatdik. Hammaga rahmat.